Yo bolalar, salom sizlar bilan men o'shanda gamer o'tganlar. Bugungi videoda biz mana bu qayiqlar qanday qilib suv ostida paydo bo'lib qolganini gaplashamiz. Mana shunday qilib video oxirigacha ko'ring va o'z layklaringizni bosing. Unda biz videoni boshladik. Mana bu cho'kkan xarobalarni ko'ryapsizlarmi? Bular suv ostida paydo bo'lgan va bu versiyada 1.17 versiyadan boshlab qo'shilgan. Mana bu eski xarobalarni ko'ryapsizmi? Bular kemalar, qaranglar, bu kemalar juda zo'r. Bularda xazina xaritasi bor, lekin bularni ham yomon alomatlari bor va bu joyda siz xazina topishingiz mumkin. Mana men xazina qidiryapman va xazina topib olaman. Ishoninglar, mana shunday qilib xazina xaritasi yordamida xazina topishingiz mumkin. Mana shu qayiqlarga o'xshagan narsalarni topsangiz, bu yerda xazina yashiringan bo'ladi. O'zimiz videoda qayiqlar qanday qilib cho'kkani yerga haqida gaplashmoqchi edikmi yoki yo'qmi? Unda biz videoni davom ettiramiz. Xo'sh, mana shu qayiqlar suv ostida shunday paydo bo'lib qolmagan. Bularni o'zi paydo bo'lib qolgan. Bular o'zlaridan paydo bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Sizning fikringizga qanday? Kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Meni taxminimcha, mana bu magma blok tanishlaringiz kerak. Men hozir mana shu to'liq kemani o'rganyapman. Qaranglar, mana bu kemada bitta narsaga hayron qoldim. Bu teshiklari yordamida suvga to'lganmi yoki pastga tushish havosi bilanmi? Bular o'zi nima? Qaranglar, bu teshiklari pushka o'tadigan joyda bilsangiz kerak. Pushkalarni yoki kinoda yo multfilmda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu deraza emas ekan. Men buni bilib oldim. Bu pushkalar, bundan pushkalarni ochishingiz mumkin ekan. Mana bu yerlarda pushka o'tadigan joylar bu. Mana bu yerga pushka qo'ysangiz otiladi, lekin haqiqiy Minecraftda pushkalar yo'q. Lekin kema bor. Qanday qiziqligi ko'ryapsizlarmi? Pushka yo'q, kema bor. Bu kemalar o'zi qayerdan kelib qo'ygan deb so'rayapsiz, tezroq aytayapsiz, to'g'rimi? Qarangda, bu kemalar shunchaki oddiydan o'zi paydo bo'lib qolgan. Mana bunday magma blokni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Magma blok har bitta kemani tortib biladi. Masalan, men qayiqqa minib o'tirsangiz, qayiqni tortib olyapti, ko'ryapsiz. Bu hatto eng ko'p magma bloklar bo'lsa, hatto haqiqiy kema ham tortib olishi mumkin, lekin bu taxminimcha bu emas. Mana bu tekis kemaga qaraymiz. Xo'sh, suvga sakraymiz. Qaranglar, bu eski xarobada mana bunaqa mavjudotlar shunday qilib olib kelgan menimcha. Meni taxminimcha. Sizlarning taxminingizcha esa nima? Bular oddiy sehr beradi, lekin biz bu sehr bilan tez ucha olmaymiz. Xo'sh, unda mana bu qayiqlar qayerdan kelib qolgan? Va biz mana bu 4 ta blokli joyda bilsangiz kerak, o'zingiz ham. Biz suzamiz va biz mana shunday joydamamiz va bu skeletlarni nimaligini bilsangiz kerak, albatta yoki yo'q. Ko'pchilik insonlar bilmaydi. Bu skeletlar eski davrdagi qo'riqchilarniki. Bular yer tagida ham hamma joyda uchrashi mumkin. Sizlar ham shunaqa skeletlarni ko'rsangiz, xuddi ana shundaqa suyaklar shuniki bo'ladi. Agar siz buni ko'rsangiz, kemalarni shularga xitgan. Bu yoki dinozavrniki deb o'ylaysizmi? Yo'q, chunki buni qo'llari yo'q. Shuning uchun mana buniki. Qaranglar, bo'sh ham o'xshash, hamma joyi o'xshash, qaranglar, zo'r. Like obunamiz qo'ying. Xo'sh, ketdi. Mana shunday narsalarni ko'rsangiz, skeletlarni ko'rsangiz, albatta bu o'sha bo'ladi. Va bu maydacha skeletlari avvalgilar juda katta bo'lgan, gigantdan ham katta bo'lgan. Mana shunaqa skeletlarni ko'rsangiz, bular juda zo'r bo'ladi. Omad tilaymiz. Ana shunday skeletlarni ko'rsangiz, bular xuddi o'shaniki bo'ladi. Bu kemalarniki qilgan bo'ladi. Va biz yana bitta eng zo'r joyda aytamiz. Bu yerda oltinni siz topishingiz mumkin, siz ham bilishingiz mumkin. Mana shunday 4 blokli joyda oltin yashirilgan bo'ladi. Bu oltinlar qayerdan kelib qolgan? Bularni kim keltirgan deysizmi? Bu shunchaki oddiy holat emas. Qaroqchilar
kema suzdirayotgan paytda gigantlar uni yiqitgan bo'lib va suv ostidan oltinlarni topib, oltinlarni qayerga yashirsak bo'ladi deb o'ylashgan va ular o'sha yerga yashirishgan. Va eng oltin ko'p buyumni bilsangiz kerak, u ham zo'r va shu yerga yashirishgan oltinlarni. Ya'ni gigantlarmi, mavjudotlar. Siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like va obunani bosib qo'ying. Xo'sh, davom etamiz. Bu video juda zo'r bo'ladi. Kemalar va xarobalarda oltinlar bo'ladi va qaroqchilar oltinlarni yashirishadi va xazinalar topishga xarita yashirib ketishadi. Ammo siz xazina xaritasini ko'pdan ko'p topolmaysiz va sizga xazina xaritasi kerak emas, o'zingiz javob qilib ham oltin olmos topishingiz mumkin. Qaysi birosi? Xarita bilan xazina topganmi yoki ishlab topganmi? Fikringizni yozib qoldiring. Sizlarga bitta YouTube kanali maslahat beraman. Bu Crafter uz kanali bo'lib, bu YouTube kanalida siz Minecraft haqida juda zo'r videolarni ko'rishingiz mumkin. Sizlar ham mazza qilib ko'rishingiz mumkin. Omad tilaymiz. Hammaga xayr.